Balalık devrimni eslashni xohlamayman. Chunki balalık devrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yavoylik va logiksizlik bilan to'lgan balalık devrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keldi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan sari uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan sari texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan sari ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas-pes to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontroliga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixik savodlarni texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayrxo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Men tuanda sizlarga bolalarda ko'rilgan 3 xil psixik mexanizm tushuntirib qo'yman. Buni birinchisi nimasi ideallashtirish. Ideallashtirish degan nimasi har qanday bola kichik davrdan boshlab ota-onasini mukammal obraz qilib, ota-onasining rolini o'tashga, ota-onasining xarakterini yuqishtirishga boshlaydi. Shunga bir oilada dadalan onaning masalalarga qanday muomala qilishi, masalalarni qanday bir taraf qilishi, bir-birisiga bo'lgan muomalasining hammasi amaliyotda bolalarda shu balani shu ota-onasiga nisbatan o'rnak elishni keltirib chiqaradigan gap. Biz buni odatda ideallashtirish deymiz. Ikkinchisi yo'tkash. Yo'tkash degan nima degan vaqtda yo'tkash deganimiz biz bundaq o'ylaylik. Masalan, bir oilada 4 odam bo'lsa, 2 farzand va uning ota-onasi bor. Demak, bu 2 farzandning ichidagi ma'lum birisi bu oilada o'sib cho'ng bo'lish jarayonida faqat 3 odamni ko'rib cho'ng bo'ldi. Dada, ana, andikin o'zining aksi, achisi yoki singlisi. Demak, bu bolaning mush kallasida mush 3 odam bir qilibni shakllantirdi. Uch qilib bor degan gap bu odamda, bu balda. Endi bu bal keyin jamiyat chiqqan vaqt qanday qildi desa, barliq odamlarni uch qilib selib tushundi. Yoki bu qilibga tushimiz shu degan vaqtda tatib onunğa söylep ekirdiği aşılar şekillendi. Şuna yo'tkashning asosliqqa ko'rayotgan ko'pincha ta'siri nada bo'ladi desa shaharda. Chunki shaharda odatda yadrolik oilalarni maqsad qildi. Yadrolik oilaligimiz masalan bola hargizmi cho'ng dadasi, cho'ng opasidan birga yashamaydi. U faqat dadasi, opasi anakin ma'lum bir aksi yoki achisi yoki singlisilar yashaydi. Bundaq bolalarda nima shakllandi desa, uni jamiyat chiqqan vaqtda saladigan qilipi ozayib ketadigan gap. Shuna bolalar amal bor, o'zining tuqqanlari bilan ko'proq kurashtirib berish, qo'shnilar bilan kurashtirib berish, yoki qo'shnilarning bolalari bilan kurashtirib berish. Ish qilib bola kichik vaqtdan boshlab ko'p odamlarni ko'rib cho'ng bo'lsa, u keyin jamiyat chiqqan vaqtda uning odamlarni saladigan qilipi bir qadar ko'p bo'ldi degan gap. Masalan, ba'zilar uyda to'liq qilib shakllanmagan vaqtda qanday bo'lishi mumkin desa, balkim u o'zining boshlig'ini yoki xo'jayinini dadasiga o'xshatib berishi mumkin. O'qituvchisini onasiga o'xshatib berishi mumkin. O'zining xizmatdoshlarini ma'lum odamga o'xshatib berishi mumkin. Hatto u o'zining keyin to'y qilgan juftini yoki o'zining rafiqasini deb qo'yamiz, uni uydagilarning ichidagi ma'lum birisiga so'rab kelish mumkin. Bu odatda ayollarda ko'p uchraydi. Ayollar doim o'zining yo'ldishini
o'zining dadisining xarakteriga moslashtirishni xohlaydi. Dadisi apsi qanday muomala qilgan bo'lsa, yo'ldishiningmi o'ziga shundoq muomala qilishni talab qilib oldi. Ercho deganda ermo o'zining ayolini doim o'zining opsiga o'qishni umid qiladi. Meyl tamoq ichish uslubi bo'lsin, meyl balla qarash uslubi bo'lsin, yoki bo'lmasa uy ishlarini qilish jihatini hammasida opsini o'ylab, opsining qilipiga selish qitirishadi. Agar bu qilib tushmaganda bo'lsa, og'rinish paydo bo'ladigan gap. Shunga er ayollar o'zining qarshi tarafdan ayoldan yoki yo'ldishdan ma'lum narsani talab qilgan vaqtda mushu mexanizmga sal diqqat qilish kerak. Zodi bu mukammallik yoki bu xil talab qilish zodi nadin kelganlikka yaxshiroq diqqat qilsa, buni yaxshiroq bilalaydi. Bundan biz nimani tushunyapmiz esa, bolalarning amalba kichik vaqtida ko'p odamlar bilan ko'rishib turishi, bu albatta keyingi ularning qilibini jiqaytishni, qilibini ko'paytib beralaydi. Uchinchisi qayta yaratish. Endi qayta yaratishga bek diqqat qilish kerak. Qayta yaratishni biz odatda bevosita tarjimasida mutaxassislashtirish deb ataymiz. Mutaxassislashtirish degan nima desa, masalan, ma'lum odam kichik vaqtida ma'lum bir narsa usti bo'lsa, masalan u bolalarga o'zining kichik vaqtida do'stlarga she'r aytish usti bo'lgan bo'lsa, u cho'ng bo'lgan vaqtimi she'r aytishni yaxshi ko'radigan, amalba she'r to'g'riliq gaplar chiqib qolsa, bundaq gaplarni anglashga yaxshi ko'radigan. Agar hech qanday bundaq gaplar bo'lmay qolsa, u maxsus she'r aytish so'rini hozirlaydigan yoki shundaq vaziyatni amalba yaratib oladigan bo'ldi. O'xshash prinsip bo'yicha bir bola o'zining kechirmishini, ya'ni kichik vaqtida mayli ota-onasi tarafidan azoblangan bo'lsin yoki xo'rlangan bo'lsin, bu jarayonda xuddi she'rga usti bo'lgandek, mush xo'rlanishqimi uni taqobil turishda bir xil mingida, masalan, ma'lum bir siziq ashnaga nisbatan bir qobiliyat paydo bo'ladi. Bu qobiliyatni cho'ng bo'lgan vaqt qanday qiladi desa, xuddi she'r usta odam keyin she'r muhit yaratgandek, bumi xo'rlanish muhit yaratib turib oldi. Yoki bo'lmasa buni texnik tafsiliy deb bersam, bir qiz ne kichik vaqtida akisi yoki dadisi urgan bo'lsa, xo'rlagan bo'lsa, bu qiz cho'ng bo'lgan vaqtda nima ish qildi desa, yanlam mush qizni xo'rlaydigan yoki ko'pincha tillaydigan, urdigan ma'lum bir odamni topidi, shuni ular to'y qilib kelish mumkin. Biz buni odatda sadizm deb qo'yamiz. Bu qandaqdir maskep qilish emas. Bu nima desa, bu ashning qayta yaratish mexanizmi deymiz. Ash holatini qayta yaratib chiqadigan gap. Agar buni yo'ldishi uni umizchon, tillimizchon, u qanday qilish mumkin desa, balkim u bolasini o'zining o'rniga ko'chirish orqali bolasiga buni yo'tkib o'tishi mumkin. Shunga Uyg'ur maqol tamsillaridan masalan qizvalni us bo'lmaydi, baxtsiz bo'lib qoldi degan gapning albatta nurg'un ilmiy asosi bo'ldi. Chunki u kichik vaqtida akasi yoki dadasi tarafidan tayoq yegan bo'lsa, bu uning kallasini nim shakllantirib qo'ydi desa, qayta yaratish mexanizmini shakllantirib qo'yib, u cho'ng bo'lgan vaqtimi shu xil holatni, shu xil so'rinni hozirlaydigan holatga tushib qolgan gap. Hamda ma yo'tkashda ba'zi cho'nglarmi ishlatib qoladi. Masalan, bir onani kichik vaqtida opsi to'xtamay tilgan bo'lsa, yoki dadasi tilgan bo'lsa, yoki o'zining kichik vaqtida ma'lum odam o'ch bo'lib qolgan bo'lsa, balkim bu ona cho'ng bo'lgan vaqtda bolasini o'z ayni vaqtda o'ch bo'lgan odamning o'rniga dasib turib, uni vaqirab ketish mumkin. Ba'zi ayollar, ba'zi onalar bolalarga shundoq vaqirab, haqiqiy cho'ng odamga o'xshab muomala qilib, uni tillab, o'zini tutulanmagan holda ayblab ketadi. Keyin, ajab, men bolamga bundoq vaqirab ketdim deb, o'zi bir xil gunoh tuyg'usi shakllandi. Amaliyotda buni na'dan ko'ramiz esa, ona balık aşındaq vaqırgan vaqtda yaxshi o'rlish baxsi bo'ldi. Zodi bu vaqirash balaning aş xatolig'i vaqiratamdi yoki bala shu onaning balliq davridagi o'zi o'ch ko'rgan yoki uni azoblagan ma'lum odamga yo'tkilib qilyaptamdi. Agar buningga diqqat qilmagan vaqtda ba'zida balalarning kichik xatolig'ini deb ularga rasmiy odamga muomala qilgandek uni ayiblash holatlarimi mushundan kelib chiqadigan bo'ldi. Undan boshqa bir misol ko'rsatsam, masalan, bir bola kichik vaqtida doim ota-onasining jidilini ayirib cho'ng bo'lgan bo'lsa, masalan, ota-onasidan dadasi urushidi, bu bola ayriydi. Onasidan dadasi urushidi, bu bola ayriydi. Bu bola o'sbitlab cho'ng bo'lgandicha, cho'ng bo'lgan vaqtda balkim bolasini o'zining balliq davriga moslashtirib, qasdan
bu qasdan degani ham ularga o'zi bilib emas, yushun engida qasdan ayoldan urushidi. Ayollar urushganda balisi buni ajırtıdı. Demek o o'tmishidagi balliq davridagi shu holatni qaytadan yaratib oladi. Demek o bilib bilmay ayollar urushidi, ondan balisi ularni urushini ajırtıdı yoki bo'lmasa urushni bir taraf qiladi. Demek bu dada buni nədin keltirib olgan bo'lishi mumkin desa, kichik vaqtidagi o'zining osh muhitini qayta shakllantirdi. Shunga bu xil yo'tkash, qayta yaratish degan bu mexanizmlarga biz yüksek darajada ahamiyat bermasak, ba'zi o'zimiz bilib bilmay ba'zi xatoliklarni sodir qilib qo'yishimiz mumkin. Unda olsa, men tuvenda balalarni qanday qilgan vaqtda umid var qilib cho'ng qilib bo'ldi, psixikini saqlab qilib cho'ng bo'ldi. Bu to'g'rida men yana asal bir nechta nuqtani tilga olishim kerak. Birisi, balalarda qaror chiqarish iqtidorini yetildirish. Am balalarning qaror chiqarish iqtidorini yetildirish bek muhim. Chunki bir balda kichik vaqtida qaror chiqarish iqtidori yetilmagan vaqtda u cho'ng bo'lganda qanday qildisa, doim uning uchun qaror chiqarib turadigan bir odam izlaydi. Mesela ballık vaxtida hemmişin ata-anası urlaştırıp etse, bu balı çoğun boğandı çoğusa, yana onun işlerini, kararlarını urlaştırıp turgan adam izlep turib aldı. Onun özlük, ma'lum narsani mustaqil holda bir taraf qilgan iqtidor kamlaydi. Unda bu xil qaror chiqish iqtidorini qanday shakllantirmasa, men oldin bir deb o'tib ketdim. Oilada nurg'un ishlar bo'ladi. Ba'zi ishlarni qarorlarini ballarga tashlab bas bo'ldi. Albatta bu qarorlar qismi cho'ng öy setilish qarori, ya qandaq mashin setilish qarori, yoki naga berib sayohat qilish qarorlari bo'lmasi mumkin. Ammo kichik qarorlar bo'ldi. Masalan, bugün qaysi tamoqni yeyishni ballarga tashlab bas bo'ldi. Qaysi tamoqni asli bo'ladi. Yoki bo'lmasa tamoqqa masayni jiqroq ishlamdi yoki masaynimi? Yoki bo'lmasa biz bayatdan dedik, o'zining kiyimlarini qo'yib berish orqali qaysi kiyimni kiysa shuni tanlatqizish. Yoki bo'lmasa hatto ba'zida bundaq ijobiy usullarni qo'llansin bo'ldi. Masalan, ana ko'ynakini ilib balasiga men qaysi ko'ynakni kiysam bo'ladi, sen men uchun qaror chiqarib bersa, buningmi ijobiy roli intayin kuchli bo'ladi. Demak, bal tarbiyalash jarayonida balning ota-ona uchun, uy uchun ba'zi ishlarni qaror chiqarishni balaga tashlab bersa, balada birisi o'ziga ishonch tuyg'usi kuchli bo'ldi, yana birisi qaror chiqarish iqtidorimi kuchli bo'ldi. Ikkinchisi oila qimmat ko'z qarashi. Oila qimmat ko'z qarash degan nima esa, men mush ba'zi yoshlarning ba'zida uydagilar doim mandaq deydi, dadam mandaq deydi, dadam herkes jıqlama deydi, dadam jıqılğayırın ornundan turbalam deydi, dadam mandaqıl deydi degan ba'zi gaplarni anglaymiz. Oila qimmat ko'z qarash degan nima esa, dal balliq davrida ota-ona to'xtamay qitim sonini oshirish orqali ma'lum bir jumla gap, bek jiq emas, ma'lum bir jumla gapni, muhim bo'lgan jumla gapni baliq singdirib mangsa, bala nurg'un tarbiyani unutib qolgan bilan ashundaq ko'p qitim takrorlangan bundaq qimmat ko'z qarashlarini esi tutib oladi. Mening oilamga nisbatan alohida ta'kidlangan qimmat ko'z qarashi bo'lmagan, ammo esimda qilishicha bir qatim dadam do'stlar bilan qart o'ynadi. Qart o'ynab bo'lib, o'zining vaqtini isrof bo'lib ketib qolganini ko'rib, qart o'ynagandan ma Mehmet Avaq degan bir kitob bordi. Mehmet Avaqni o'qisam-chu degan bir gapi yodimda qolgan. Mehmet Avaq degan shu vaqtdagi bir roman kitob hamda. Men shu davrimda qart o'ynagandan kitob o'qigan yaxshi ekan degan mushu jumla gapni o'zimning qimmat ko'z qarash qilib oldim. Men ta bugun kun kelganda men mush bir jumla gap uchun, mush bir jumla mening esimda intan qolganlik uchun nurg'un ishlarni qilgandan kitob ko'rgan yaxshi degan singib ketgan bo'ldi. Bu balalarga cho'ng bo'lgan vaqtda bundaq gaplarni qilsa asosiyatdan bu singmaydi. Shunga balliq davridan tortib ota-ona o'zining sharoiti, vaziyatiga asosan ma'lum bir jumla gapni yaxshi ash baliq foyda qiladigan jumla gapni tepib buni oila qimmat ko'z qarash qilib olsa, baliq cho'ng bo'lgan vaqtimi dal uning mingisida mushning nisbatan to'liq kuchli inkas shakllandi.
Üçüncüsü oylik qoidalari. Endi oylik qoidalari degan nima esa, bunaqa qoidalarning uzun tusi bo'lmaydi. Buni amalda 7, 8 yoki bekchi qo'visi 10 turli qoida qilib, buni to'nglat qo'lamdi yoki tezroq bo'lamdi chaplab qo'yish kerak. Bu qoidalar masalan tamoqni manda vaqt yeyish, maoshni madam qilish, oshni ma qilish deganda qoidalar. Ammo bu xil oylik qoidasida diqqat qiladigan nima esa, ota-ona buni tuzib qo'yib, ota-ona agar xiloflik qilsa, bu oylik qoidasi aks ta'sir berdi. Şuna ata-ana chuqum o'zini yaxshi dangsab baqib, agar shu qoidaga o'zin bo'ysun olsa, bu qoidani tuzish kerak. Agar uning o'zi bo'ysunmasa, eng yaxshisi bu qoidani tuzgandan tuzmagan yaxshi. Chunki u o'zi bo'ysunmay turib bu qoidani tuzib qo'ysa, bolalarning psixikasiga og'ir darajada ta'sir qildi. Shunga mushu 3-qoidaga, 3-nuqtaga kelganda ata-onalar chuqum o'zining amaliy ahvolini dangsab baqmasa bo'lmaydi. Tuzganken bo'ysunish kerak. Agar bo'ysunmasa, tuzmasimi, tuzmagan yaxshi. To'rtinchisi esa maqtash. Ammo shu maqtash masalasiga kelgan vaqtda ba'zi ota-onalar xato oldi maqtab qo'ydigan ahvollar shakllanadi. Shunga men maqtashni bundaq 3 turga bo'lib qo'yman. Birisi uftiqini maqtash, ya'ni qilgan ishini maqtash. Yana birisi ma'lum ishni qilish jarayonidagi tirishchanligini maqtash. Uchinchisi o'zining kimligini maqtash. Undan men buni ayrim-ayrim tushuntirib qo'yay. Qilgan ishini maqtash degan nima esa, bola ma'lum ishni qilsa, buni maqtash, hatto uni mukofotlash. Biz oldingi vaqtlarda bu to'g'ri so'zlagan. Unda buni qaysi yoshgacha qilsa bo'lsa, 6 yoshgacha mush maqtashni ishlasa bo'ldi. Ya'ni qilgan ishini maqtab bersa, bolaning ishga bo'lgan ishtiyoqi zo'r darajada oshadigan gap. Uningdan ikkinchi esa biz tirishchanligini maqtaymiz. Chunki doimlar uning natijasini maqtab bersa, ba'zi balda nim shakllanib qoldi-sa, ma'lum ishni qilishga jur'atsizlik shakllanadi. Chunki men mushti qilsam, futi qozonmay qolsam, meni maqtamaydi degan tuyg'u shakllanib qoldi. Bunda vaqtda balla bu ishni qilmayli qutulib qoldi ahvollar bo'ldi. Shunga maqtashning ikkinchisi nima esa, tirishchanligini maqtash, jarayonini maqtash. Ya'ni ma'lum ishni mayli qilasin, qilanmasin, ashni qilganga tirishqanligini maqtash. Chunki bir balaning yoki bir insonning keyin muvaffaqiyat qozonishi nim bilan bog'liq bo'lib qoldi bo'lsa, uning tirishchanligi bilan. U necha qatdan mag'lub bo'lib ketsimi, u tirishni bilan bilsa, u g'alba qilmaydigan hech qanday ish bo'lmaydi. Masalan, Edisonni misolga olsak, Edisonning lampochkaning qilini tepish jarayonida necha 100 qatdan mag'lub bo'lib ketdi. Uning shogirdi deydi, bu biz necha 100 qatdan buni topdik. Mush tepish jarayonida mag'lub bo'ldik, biz eng yaxshisi voz kechibdilsa, Edison nim deb javob berdi-sa, bizning har bir qatdan mag'lubiyatimiz amaliyotda bir xato lampochkaning qilini og'rib chiqdi. Demak, biz to'g'risi qarab ketib boramiz degan. Demak, ballada tirishchanlik maqtab bersa, tirishchanlikqa intilish shakllandirsa, u hamon bir kuni muvaffaqiyat qozondi. Biz buni odatda tirishchanlikni maqtash deymiz. Uning natijasilarini apilishvanmaslik. Bu xil holatda ba'zi bolalarning o'rganishni ilga surishga foydasi bor. Chuqumli natijasini maqtagan vaqtda bolalar men bayotin dedim, ma'lum narsani qilishga jur'atsizlik kelib chiqadi. Agar tirishchanlikni maqsad bo'lsa, u bilanmisimi, hamon tirishib keyin hamon biladi, tirishib keyin hamon muvaffaqiyat qozondi. Uchinchisi nima degan vaqtda, uchinchisi kimligini maqtash. Bu kimligini maqtash degan nima esa, osh bolaning bir individual ekanligi, individualligimiz boshqalarga o'xshamaydiganligi. O adamning ashbalning bir xosligi, dunyoda ashundaq odamning faqat birisining borligi ne tushundirib bersa, bu balada keyincha o'zini boshqa narsaga selishtirish orqali o'zini tuvan ko'rish psixikasi ozishga boshlaydi. Chunki balalarda o'zini tuvan ko'rish psixikasi nereden shakllansa, o televizorda ko'rgan yoki rasmda ko'rgan kelishgan obraz chiroyli odamlarga o'zini selishtirish orqali uningdan tuvandek his qildi. Yoqimiz tangtushlarning ichida bir qadar chiroyi qamlashqa odamlarga selishtirish orqali o'zining badanidan bezor bo'lishga, o'zining badanidan tuvan ko'rishga, o'zining badanini yoqtirmas qarab taraq qildi. Bu xil xarakter nima shakllandirsa, balada og'ir darajada buruntuqlikni shakllantirib qo'ydi. Shunga balalarning bir xil xosligini maqtash, ya'ni balaning hech kim o'xshamaydiganligini maqtab bersa, bala u chaqda o'zini boshqalarga selishtirish emas, o'zining xosligidan faxrlanadigan tuyg'u shakllanadi. Bu xil shaklni, bu xil maqtashning bir misolini deb beray. Masalan, lopaynak orqali balaning barmoqiga tutib baqsa,
barmoq izi ko'rindi. Ondan o'zining barmog'ini, opasining barmog'ini, ondan keyin bu balaning do'stlarining barmog'ini birga selishtirish orqali hech kimning barmoq izining bir-birisiga o'xshamaydiganligi, bu barmoq izining o'xshamagandek odamning hech qanday odamdan o'xshab qolmaydiganligi, farqlanib turadiganligi, har bir odamning mush dunyoda bir xos ekanligini tushuntirib beralsa, o'chaq bu balada bir xil yuksak individuallik shaklida. Bu individuallik, ya'ni boshqalardan farqli bir xil xoslik amaliyotda odamga eng zo'r ishonch paydo qiladigan narsa. Qachonda odam o'zini boshqalarga selishtirishga boshlagandan tortibla, uningda beoromlik yoki psixik besim biz oldingi so'zladik, shakllanishga boshlaydi. Shunga 3-chi xil maqtash nima esa, o'zining kimligini maqtash. Hamda buning ichida bir salbiy maqtashdan birisi bor. U bo'lsa-mu balaning aloyligini maqtab qo'yish. Balaning aloyligini maqtab qo'ysa, qaramoqqa to'g'ridek turgan bilan amaliyotda balaning kichik vaqt shakllangan ba'zi aloyligi cho'ng vaqtida yo'qolib ketishi mumkin. Masalan, bir bala kichik vaqtida naqsh aytishqisi bo'lsa, uni naqsh aytalaytab maqtab qo'ysa, bu cho'ng vaqtida yo'qolib ketadi. Yo'qolib ketganda balda og'ir darajada besim shakllanib qoldigan gap. Yana bir xato maqtash nimasi, balani ota-ona do'stlar bayada maqtab qo'ysa, balada ig'ir darajada besim shakllandi. Nurg'a ota-onalar o'zining balalardan faxrlanib ketib, do'stlarining yanında bala bor vaqtida bu balani maqtab qo'ydi. Amaliyot bu xil maqtash balada ig'ir darajada psixik besim shakllandi. Shunga mushundaq maqtashlardan amalba saqlanish kerak. 5-chi nuqta nima esa salbiy badan obrazi. Salbiy badan obrazini oldin bir deb o'tib ketdim. Hargizmo balalarning badanini misol qilib, uni zangli qilmaslik kerak. Hem de hozirgi shu mayli maktablarda bo'lsin, may tanishlar orasida bir nachar illat va balalarga badanni misol qilib laqam qo'yib qo'ydigan ahvol. Mushu balada ig'ir darajada psixik ta'sir paydo qildi. Buningga har qaysi o'qituvchilar alohida diqqat qilish kerak bu xil tarbiyaga. Ota-ona texmi diqqat qilish kerak. Hamda biz birdan bir qutlanmayğınımız nimasi, o tang tuşlarning bir-birisining badanini misol qilib, bularni 5 birlashib olib, birisini zangli qilib qo'ygandikilar balda ig'ir darajada zibeygan deb qo'yamiz, o'zini tuven kurash, o'zini ayiblash tuyg'usi paydo bo'lib qoldi. Bu xil tuyg'u eng oxir nimani paydo qildi bo'lsa, balda xomushlikni, boshqalarning o'rlashni yaxshi ko'rmaydigan, o'zini kamtik o'ylaydigan ba'zi psixik hodisalarni paydo qilib qo'ydi. Onda olsa, mening so'zlaydigan darsim tugab qoldi. Agar so'moqchi bo'lgan savolinglar bo'lsa, o'tirib qo'ysam bo'ldi. Siz yaxshimisiz? Men bir savol so'rsam, mushu bizning ota-onalarimiz ham bizning ishimizdagi bolalar asosan kichik vaqtlarimizda o'yinni o'zimiz barpo qilish orqali o'pcha kollektiv holatda o'yin o'ynash shaklini asos qilgan. Lekin hozirgi kichik bolalarda asosan mushu cho'nglarga lozim kerakli bo'lgan elektr mesela oyunçuk degende elektronik oyun degende mesela kompüterda yoki kichik shakldagi har xil elektron o'yinlarga tayinish orqali o'zini bir xil xushallik izlaydigan bir xil shakl chiqdi. Bu bolalarning psixikasiga nisbatan normal emas deb qarayman. Mushni ota-onalar mush bolalarni mush psixikadan qanday qutqizib chiqish kerak? Abda burunqi bolalarda odatda sirtqi muhitda o'ynashni, ya'ni tabiat bilan jiqroq shug'ullanib turishni asos qildi. Albatta yeşillikni, hayvanlarni ko'p ko'rib berish bolalardagi otizmlik, ya'ni otizm deganimiz bikini velish psixikasini bikini velish psixik kasallikning 12% deymiz. Ammo bu xil kasallik payız bo'lishdan sir bolalarning aqli ideyasining echilishiga bek payız var. Mesela yeşilliklarni, tabiat narsalarini ko'rish. Ya'ni halbuki bugungi kun kelgan vaqtda nurg'un bolalarning haqiqatan da telefon, televizor ya kompüter qatorliq narsalarga haddan ziyod e'tibor berish hodisi var. Albatta buning mingisiga bo'lgan ta'siri haqiqatan da ig'ir darajada ziynaviy hisoblandi. Unda bundaq harakatlarni qanday qilish kerak, qancha vaqtda bundaq narsalardan shug'ullanish payız var deganda psixologlarning hozirgacha bu narsaga nisbatan aniq avval
bu xil narsa kirib qolgan odamni qandoq tursash to'g'risida aniq psixikalik usuli yo'q. Ammo kichik vaqtdan boshlab tarbiyalasi bo'ldi. Ya'ni oila qoidasi deganga selibesi bo'ladi. Mush oila qoidasidan boshlab buni tarbiyalab chiqsa, ya'ni televizor, kompyuter qatorliq narsalardan eng ko'p bo'lib ketsa 2 soat, bo'lmasa amal bor 1 soat. Uningdan boshqa bolalar televizor ko'rganda chuqum ota-ona ular bilan birga kurash kerak. Chunki televizorning bolalar olgan ta'siri intan kuchli bo'ldi. Ular televizordagi barliq narsani rost deb o'ylaydi. Hergiz uni mavhum yoki masalan bir ilon chiqqan bo'lsa, ilon nim degan bo'lsa, buni rost deb o'ylaydi. Men bayatında bitib ketdim. Ularda bir fantaziya dünya bağı hesaplandı. Şuna bunda vaqtda ata-onalar çoxum televizordagi ba'zi narsalarning yolg'on fantaziya ekanligini tushundirib o'ttamisa, bolalarni yolg'iz televizorning oldiga qo'yib berganda televizorning mazmunlari bolalarda ig'ir darajada psixik dunyosini, mavhum dunyoni shakllantirib qo'ydi. Kompyuter dunyosi cho'sa, kompyuter dunyosida ba'zi bolalar qiziqib kirib qoldi. Nimish qolsa, chunki uning o'zi mashg'ulot qilganlik uchun biz buni aktiv uyan deb qaraymiz. Shunga bolalarni bu xil uyanlardan, bu xil televizorlardan chetlash uchun mush oila qoidasi orqali kichik vaqtdan boshlab tuzbirish orqali tarbiyalab chiqish kerak. Alliburun buningga kirib qolgan bolalarni shu degan vaqtda asta-asta vaqtni azaytish orqali anandayken buningdan o'zini chetlash kerak. Ammo bir narsa aniqki, bu xil elektronlik narsalarning, ya'ni elektron o'yin bo'lsin, televizor programmalarining bolalarning taraqqiyotiga qilch foiz bo'lmaydi. Siz. Assalomu alaykum Ali muallim. Nurg'unlagan ota-onalar o'zininki farzandining kelgusida intayin talantli bir odam bo'lib chiqishini, yaramli odam bo'lib chiqishini umid qildi. Ham ularniki kichigidan boshlab ma'lum bir narsaga bo'lgan qiziqishini qo'zg'ab, ularniki talant hujayralarini qo'zg'ashga intayin bir xil qiziqdi. Ham mush to'g'riliq izdindi. Sizningcha mush to'g'riliq bir yaxshi bir usullar bormi? Bolalarning ma'lum narsa bo'lgan qiziqishini qo'zg'ash uchun mundaq 4 savolga javob berish orqali qo'zg'is bo'ldi. Birinchidan, bola ma'lum ishni qiziqtirish uchun avval bolada oshni qila olamdi, qilolmamdi ideyasini o'tkazish kerak. Nurg'un bolalarning ma'lum narsa qiziqmas sabab uni qilolmayman deb o'ylaydi. Birinchi savol chiqdi. Ya'ni oshni qila olamdi, qilolmamdi deganni qoyil qilish kerak. Ya'ni bolaga oshni qila oladiganligini ishontirish kerak. Bu birinchi bosqich. Ikkinchisi bo'lsa, nimish qashni qiladi? Buna javob berish kerak. Uchinchisi bo'lsa, oshni qilishga, ya'ni osh muvaffaqiyatni qozonishga shu zo'rmi, zo'r emasmi? Buna javob berish kerak. To'rtinchisi nima bo'lsa, to'rtinchisi oshni muvaffaq vujud chiqarish uchun ondan qaysi bosqichni olib berish kerak. Mush 4 bosqich, 4 savol javob berish kerak. Buni misol bilan tushuntirib bersam, masalan siz bolangizni matematika qiziqtirmoqchi bo'lsangiz, avval bolaning kallasidan shuni o'rganalishi qoyil qilish kerak birinchisi. Ikkinchidan, bolaning kallasida nemish matematik o'rganaman degan bir savol paydo bo'ldi. Siz buna javob bera olishingiz kerak. Balkim siz buni o'rgansang, sen kelgusi yaramli odam bo'lsan degan bir deyalishingiz mumkin. Ana uchinchi savol chiqadi. Bola yaramli odam bo'lishni xohlamamdi. Bunda bir savol bor bu yerda. Anda bununla yaramli odam bo'lishning yaxshiligini tushuntirish kerak. Eng oxirida shu yaramli odam bo'lish uchun qanday qilish kerak? Ondan bu matematika yoki bo'lmasa o'zining nimasiga ergishishga boshlaydi. Demak, bolalarning qiziqishini qo'zg'ash bu mandachil deydigan narsa emas. Mush 4 savolga biz to'liq tafsiliy javob bera olganda, bolaning kallasini o'tganda, ondan uningda men bayatın dedim, dopamin to'liq qo'zg'aldi. Dopamin qo'zg'algan vaqtda uni men mukofotlamsiz, uni yoki mukofotlamamsiz, bu bolda tabiiy taraqqiyot bo'ldi. Bu masala kelgan vaqtda bugun bizning so'zlayotganimiz taraqqiyot psixikasi. Bu masalani hemen ayrim, ya'ni bolalarning o'rganish qiziqmaydigan bolalarni qanday qo'zg'ash, yoki bo'lmasa dastlab bilan bolalarni ma'lum narsaga qanday qiziqtirish to'g'risida keyingi qismlarda men tafsiliy to'xtalib o'taman. Bundan bugünkü dersimiz müşahede ayaklaştı. Hemen anlap bergenliğine rahmet. Hoş.